Bismillahirrahmanirrahim. Bugün 2020 yılı 13. ayındaki 5. günü. İmam Suyuti rahmetullahi aleyhinki Tarihul Hulefa namlı kitabındaki dersimizde olmuş vatıdı. Bugünkü fesil fi bayani kevnihi sallallahu aleyhi ve sellem lem yastahlib ve sirru zalik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki halifini özü seylep koyup dünyadan ketmegen. Bunun sırrı nime deydi. Celal-ı Suyuti. İmam Bezzar rahmetullahi aleyh özünün Musned namlı kitabıda mundaq degan. Haddesena Abdullah ibn Vezzah el-Kufi, haddesena Yahya ibn el-Yaman, haddesena İsrail en Ebil Yaqzan, en Ebi Vail en Huzeyfete qal, qalu ya Resulallah, ألا تستخلف علينا قال إني إن استخلفت عليكم فتعصون خليفتي ينزل عليكم الأزاب. İmam Bezzar Musned namlı kitabıda mundaq deydi. Bizge Abdullah ibn Vezzahil Kufi hadis bayan qilib bergan. Bu kishi Yahya ibn Yaman hadis bayan qilib bergan. Bu kishi deydi bizge İsrail Ebil Yaqzan'din, Ebil Yaqzan Ebi Vail'din, andın Huzeyf radhiyallahu anhu'dun hadis bayan qilib mundaq degan. Ular dedi ki ya Resulallah, kimler? Sahabalar. Bizge bir halifini özlere urunbasar tiklep berip ketmemla, urunbasar tiklep bermemla degan vaqtimizda Peygamberimiz şundaq degan. Eğer men sizlarga o'rinbosar tiklab bersam, sizlar mening bu xalifamga asi bo'lgan vaqtingizda, ya qarshi chiqqan vaqtingizda sizlarga Allohning azobi tushadi degan. Buni İmam Hakim Mustadrak nomli kitobida rivoyat qilgan, lekin bu sanaddagi Abu Yaqzan zaif odam edi dedi. Ammo İmam Buxoriy Muslimniki Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan bir hadisda Umar radhiyallohu anhu qasdga uchrab pichoq tiqilgan vaqtida mundaq degan. Agar men o'rinbosar tiklab bersam, mendimi yaxshi bo'lgan, ya'ni Abu Bakr tiklab bergan bo'ladi. Agar men sizlarga xalif saylab bersam, o'rinbosar saylab bersam, mendan yaxshi bo'lgan Abu Bakr xalif saylab qo'yib ketgan edi. Chunki Abu Bakr Umarni saylab qo'yib ketganda. Agar men sizlarni o'z holingizga qo'yib ketsam, mendimi yaxshi bo'lgan, ya'ni Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bizni o'z meylimizga qo'yib bergan, ya'ni palani saylani yoki fulani saylani demay o'lib ketgan dedi. Endi İmam Ahmed o'zining Bayhaqi Dalailun Nubuva degan kitobda yaxshi bo'lgan bir sanad bilan Amr ibn Sufyondan rivoyat qilib mundaq degan. Ali radhiyallohu anhu to'gi kuni, ya'ni Ali radhiyallohu anhuniki zamonida Yawmul Jamal, yani to'gi kuni de bir cho'ng bir mashhur bir qonliq voqea bo'lgan. Urush. Shu kunda demoqchida mundaq deydi. Ey xaloyiq, Payg'ambar alayhisolatu vassalam bu xilofat haqida bizga hech qanday bir kishini nomzod qilib ko'rsatib bergani yo'q ayni vaqtida. Biz Abu Bakrni tanladik, xalif qildik. U odam nayt yaxshi boshqardi, o'zimi nayt yaxshi yurdi. Öz yolunu devam etip dünyadan ketdi. Abu Bakr bo'lsa Ömerni xalif saylab qo'yib ketishni to'g'ri deb qaradi. Ömer buni aytdi, to'g'ri boshqardi va to'g'ri yurdi dedi. Dinni aytdi mustahkam, aytdi mustaqim holatda ijro qildi. Ondan bir bo'lak kishilar dunyoni orzu qilishdi. Demak Allah subhanahu wa ta'ala bugünkidek şu özü bekitgendek işlanma şundaq yüz berdi deydi. Özü hakim chiqargan bir hadisda, hakim sahih deb rivoyat qilgan, Bayhaqi Dalailun Nubuvada Abi Vail'da rivoyat qilib, Ali radhiyallohu anhuga deyilibdi. Bizga xalif saylab bermamsa degan vaqtimizda payg'ambarimiz undaq qilmagan tursa, men bundaq xalif saylab turib ketamdim. Agar Allah kishilarga yaxshilikni iroda qilsa, mendan keyin ularni eng yaxshi kishiga to'playdi. Ya'ni yaxshi kishini ularga xalif qilib berdi. Xuddi ularni dedi. Payg'ambari vafot bo'lgandan keyin eng yaxshi kishini xalif saylab berganga o'xshash degan. İmam Zahabi rahmetullohi alayhi shundaq deydi. Rafiziylar, ya'ni Shialarning nurg'un yolg'on yovdoq so'zlari bor. Bular bu xilofatni payg'ambarimiz Aliga topshirgan deydigan. Bu yana yalğan demekçide İmam Zahabi. Uzayl ibn Şurahbil degan kishi shundaq deydi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu Resulullahning vasiyatiga qarshi chiqami, buni yoshirami?
Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu payg'ambarimizning topshirgan bir vasiyatiga qarshi chiqib, uni yoshirib qolgan avval bo'lamdi. Bunda avval yani bu inkari shaklda deydi-da bu gapni. Bu Zayd ibn Shurahbil degan kishi. Abu Bakr Rasulullohdan qolgan bir vasiyat yoki bir ahdnomani ushurtib, buni yoshirgan avval bo'lgandan o'zining bunini teshib oladi dedi. Demak, Abu Bakr bunday ishni qat'iy qilmaydi demoqchi. Ibn Sa'd degan olim Hasandan rivoyat qilgan bir so'zda mundaq degan. Ali radhiyallohu anhu shundaq deganki, payg'ambar alayhisolatu vassalam qabziroq bo'lgan, sakratlik vaqtida biz shundoq, ya'ni Rasululloh dunyodan ketgan vaqtida, o'lib ketganda biz o'zimizning ishlarga shunday qarab chiqdik dedi. Shuna bilan payg'ambar alayhisolatu vassalam bizni namozda, biz hammamiz bu vaqtida Abu Bakrni namozda imom qilibdi, Rasululloh o'zi hayot turib. Shuna bilan biz Allohning Rasuli Abu Bakrni bizning dinimiz uchun tanlab imom qilgan yerda biz dunyoligimiz uchun, ya'ni siyosiy hokimiyatimiz uchun tanlamadik deb shuna bilan tanlagan edik dedi. Shuna bilan Abu Bakrni biz xalif qilib chiqqan dedi. İmam Buxoriy rahmetullohi alayhi o'zining Tarix nomli kitobida İbn Juhmandan Safinadan rivoyat qilib shundaq dedi. İmam Buxoriy haqiqatan payg'ambar alayhisolatu vassalam mundaq degan. Kimga? Abu Bakrga, Umarga, Osmonga. Bular mendan keyingi xalifalar degan ekan. İmam Buxoriy deydi, bu so'zga erishilmadi. Chunki Umar va Ali mundaq degan. Payg'ambarimiz xalifa saylab qo'ymagan degachga bu so'zga erishilmagan dedi. Yani bu so'zga e'tibor qaramagan demoqchi. Endi mazkur hadisni bo'lsa Ibn Habban rivoyat qilib mundaq degan. Bizga Abu Ya'la hadis qilib berdi. Abu Ya'laga Yahya ibn Hamman, Yahya ibn Hammonga Hashraj, Hashrajga Sa'id ibn Jumhan, Jumhanga Sapina hadis rivoyat qilib turib mundaq degan ekan. Payg'ambar alayhisolatu vassalam masjidni sog'gan vaqtida masjidniki dastlabki teshini o'zi qo'ygan va Abu Bakrga mening qo'ygan qishimningki yeniga sen qishingni qo'ygan degan dedi. Ondan Umarga Abu Bakrning qishining yeniga sening keskingni qo'ygan degan. Ondan Osmonga Umarning keskining yeniga sening keskingni qo'ygan degan. Men bular mening xalifalarim degan edi dedi. Abu Zur'a deydi, bu hadisning isnodi kerak yo'q ham, bek kuchlik bo'lmasa normal demoqchi-da. Buni İmam Hakim Mustadrakda chiqarib buni sahih degan, İmam Bayhaqi Dalailun Nubuva nomli kitoblarda buni bayon qilgan. Hamda Jaloliddin Suyuti dedi, men deyman-da. Bu Umar bilan Alining so'zi bilan bu hadisning orasida hech qanday zidlik yo'q. Hem Umar bilan Ali dediki, xilofi, ya'ni xalif saylab bermay Rasululloh olamdan ketgan dedi. Lekin bu hadisda mendan keyingi mana shular xalifa degan dedi. Chunki u ikkisining maqsadi, Umar bilan Alining maqsadi, payg'ambarimiz o'lib ketgan vaqtida falan odamni deb bekitib, aniq bekitib bermagan. Mana bu buningdan burunqi yuz bergan avvallar ishorat dedi. Xuddi masalan payg'ambarimiz yana bir hadisda, sizlar mening sunnatimda mendan keyingi to'g'ri yo'l topgan xalifalarning sunnatini ching tutinglar degan hadisga o'xshaydi. Yani bir hadisda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mendan keyin Abu Bakr Umarga erishinglar degan. Bundan boshqa yani ularning xilofatiga dalolat qilgan ishorat xarakterlik nurg'un hadislar bor deydi. Payg'ambarimiz ham bu so'zlar orqali ummatga namozatni ishorat shaklida ko'rsatib bergan, lekin bekitib bermagan. Shunga Ali bilan Umarning so'zi bilan bu hadislar orasida hech qanday zidlik yo'q deydi. Va sallallohu alayhi nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.